2026-yilda o'zingizga ozishni maqsad qo'ydingizmi? Unda shu ishni vazifani albatta bajarishingiz kerak. Birinchi o'rinda maqsad qo'ying. Maqsad real bo'lishi kerak. Ya'ni raqamlarda bir oyda 20 kilogramm emas, balkim bir oyda 3-4 kilogramm sog'lom ozishni xohlayman. Ikkinchisi esa hamma shifokorlar ta'kidlaydiki, uyqu rejimini yo'lga qo'ymas ekansiz, siz sog'lom va ortiqcha vazndan qutulmaysiz. Uyqu rejimi soat kech 23:00 dan keyin albatta bo'lishi kerak. Agarda siz uxlamasangiz, melatonin gormoni va boshqa ochlikka va to'qlikka ta'sir qiladigan, stressga tushishingizga ta'sir qiladigan gormonlar hammasi buzilishda bo'ladi va siz ortiqcha vazndan qutula olmaysiz. Uchinchisi esa hamma biladi, lekin bajarmaydi. Bu 10 000 qadam. To'g'ri, siz hozirdan 10 000 qadam qila olmayman deshingiz mumkin, lekin real qiling. Ya'ni kuniga 3-4 ming, keyin esa 1-2 haftadan keyin 5-6 ming qadamlarga ko'paytirib 10 000 qadamga yetkazing. Agarda siz har kuni 10 000 qadam yursangiz, sizni tanangizda, ya'ni hujayralarimiz atrofidagi mitoxondriyalarga to'g'ri oziqa bo'ladi. Qon aylanishi yaxshilanadi, sog'lomlashasiz va ortiqcha vazndan qutulasiz. Bunday foydali va real tavsiyalar mana shu profilda.